O'zingizni tanishtirib o'tsangiz, futbolga qiziqishingiz qachon va qanday boshlandi? Men Iqbol Hojiboyev 1992 yil tug'ilganman. Futbolga qiziqishim yoshlikda endi mahallada o'ynab yurganmiz. Asosan bir 4-sinf, 5-sinfligimdan o'sha maktabda futbol o'rgatadigan futboldan o'sha adashmasam Shohjahon aka degan aka o'rgatgan. Men ham keyin sekin-sekin qiziqib so'raganman, sizga chiqsam mumkinmi, bo'laverami deb. Keyin meni ham o'zi sekin jamoasiga qo'shgan. Shundan keyin sekin-sekin futbolga qiziqish bo'lgan. Keyin sport kollejiga kirganman maktabni bitirib. 3 yil u yerda trenirovka qildim. Shu. Inson Andijon viloyati 2-ligasining eng yaxshi futbolchisi bo'lish siz uchun qanday ahamiyatga ega? Endi shuncha o'yinchilar qatorida, shuncha ko'pchilikni orasida men bo'lganimdan xursand bo'ldim, to'g'risi. Kutmadim bu narsani. Endi xudo xolasa bundan keyin ham qattiqroq harakat qilamiz. Endi motivatsiya bo'ldi menga bu. Ushbu mavsumdagi eng muhim va esda qolarli o'yin qaysi bo'ldi? Avstriya bilan ikki o'yinimiz ham esda qolarli bo'ldi, kuchli bo'ldi. U jamoa ham haligi bari futbolist ukalar, yoshlar asosan yaxshi qarshilik qilishdi. Shu ikki o'yin ham zo'r bo'ldi, Avstriya bilan o'yin. Esda qolarli bu. Sizga maydonda eng ko'p yordam bergan murabbiy yoki jamoa a'zosi kim? Ko'proq yordam bergan Akmal aka Yo'ldashev. Shu akamiz kuchli o'yinlarga ko'p olib borardi. Sharxonga, Buloqboshiga, keyin mahalla turnirlariga ko'p o'ynatgan. Sababchi bo'lgan futzal, mana futzallar qurilgandan beri futzal arenalar. Ko'chada arenalar qurilgandan beri ko'p o'yinlarni olib borib o'ynatgan. Sekin-sekin o'yinlarimiz keyin o'sgan. Shunda sekin. Akmal aka Yo'ldashev sababchi. Ko'proq kuchli o'yinlarga olib borganmiz. Kelajakda maqsadlaringiz qanday? Katta futzal ligalarida o'ynash yoki murabbiylik qilish niyatingiz bor? Hozircha o'ylab ko'rganim yo'q. Endi takliflar bo'lsa bilmadim endi. Ko'rib chiqamiz, xudo xolasa. O'zingizni qaysi jihatlaringiz bilan kuchli hisoblaysiz? Tezlik, dribling yoki zarba? Ko'proq himoyada foydam tegsa kerak deb o'ylayman. Bunaqa o'zim ja kuchli deb hisoblamayman avvalambor. Ko'proq himoyada yaxshi turaman menimcha. Jamoangizni qaysi o'yin uslubi yoqtiradi yoki hujumkor yoki himoya? Qarshi hujumda yaxshi o'ynadik, mana shu futzal 2-ligada. Ko'proq qarshi hujumda urdik, himoyaviy o'ynab, kontratakada ko'proq foydalandik. Ko'p vaziyatlar gol oldi keyin. Futzalda muvaffaqiyatga erishish uchun yosh futzalchilarga qanday tavsiyalar berasiz? Ko'proq trenirovka qilish kerak. Endi hozir yoshlar ko'pi kompyuterlarga berilib ketyapti. Shunga kompyuterga berilmasdan faqat trenirovkani o'ylab, endi niyat qo'yish kerak-da, endi oldiga bir maqsad qo'yish kerak. Shu futbolist bo'lmoqchi bo'lsa, ko'proq trenirovka qilish kerak, trenerlar aytganini qilish kerak asosan. Keyin yaxshi bo'ladi. O'yindan oldin o'zingizni qanday tayyorlaysiz? Maxsus odatlaringiz bormi? Yo'q, maxsus odatim yo'q, bir xil, xudo xolasa. Yaxshi asosan komandani mensimasdan tushmayman. Har doim bir xil qattiq nastroyga, oddiy komanda bo'lsa ham, kuchli bo'lsa ham bir xil o'ynashga harakat qilaman. Sevimli futzal yulduzingiz yoki futbolchisiz kim? Futzaldan Portugaliyalik Ricardinho'ning o'yinlarini yoqtiraman, driblinglarini. Katta futboldan o'zimiz ham yoshligimizda Barselonaga muxlislik qilganimiz uchun Lionel Messining o'yinlariga qiziqaman. Ko'rib tomosha qilganmiz endi yoshlikda. G'alaba va mag'lubiyatni qanday qabul qilasiz? Qanday motivatsiya topasiz? G'alaba qilsak xursand bo'lamiz albatta. Yutkazib qo'ysak, endi 1-2 kun kayfiyat buzib yuradi.
sekin unutiladi endi. Keyingi o'yinlarga yaxshi anaqa kayfiyatga tushamiz endi. Futbol va futzalning qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Qaysi biri sizga ko'proq yoqadi? Menga ikkovsi ham yoqadi. Bittasi. Ko'proq katta futbol yoqadi. Katta futbol. Yaxshiroq. Futboldan tashqari yana nimalar bilan mashg'ulsiz? Futboldan tashqari o'zimda fotostudiyam bor. O'zim mana shu yerda ishlayman. Fotografman o'zim. Bo'sh vaqtlarda endi futbol o'ynab turamiz. Oxirgisi finish. Ya'ni futzal ikkinchi ligasi haqida umumiy fikrlar. Umumiy fikrlarimizga kelsak, yaxshi bo'lyapti. Yildan yilga o'tish bo'lyapti. Boshida ham o'ynadik. Boshiga qaraganda yildan yilga mana xudo xolisa bu yil mana jahon chempionati bo'lgan zalda o'ynadik avvalambor. Keyin Baxtiyor aka, Nohid akalarning ham hissalari bor bu yerda. Ko'chadagi shu futbolistlar bari kelishyapti sekin. Yildan yil bu yil ayniqsa komandalar o'ta tartibli, kuchli komandalar qo'shildi bu yil. Bundan keyingi yillari ham xudo xolisa chiroyli o'tadi deb o'ylayman. Andijon futzal ikkinchi ligasini 10 ballga tizimda necha baholaysiz? 10 ball beraman bu yilga, ayniqsa bu yilgi o'yinlarga, sudyalarga ayniqsa zo'r boshqarishdi, chiroyli o'tdi, hamma yo'q, ko'ngildagidek.